Assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz Chust tekstil filialining birinchi filialiga keldik. Chust tekstilning birinchi filialiga keldik. Qani bu yerda ham obunachilarimiz bo'lsa, ushbu sovg'alarni sovg'a qilamiz. Ne deysiz? Bo'ldi, ketdik. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringni kelayotgan 8-mart Xotin-qizlar bayrami bilan tabriklaymiz. Xo'p, Chust Snowflake haqida kimdir biladimi? Instagram kanali Instagramingizda bo'lsa kerak-a? Qarang, hozir savol beraman. Savolimizga javob bersanglar, mana shu telefondan bittasini sovg'a qilamiz. Hozir 3 ta telefon sovg'a qilib ketamiz. Xo'p, birinchi savolim, agar Chust Snowflake Instagramni ko'rgan bo'lsanglar, birinchi bizni sovg'amizni, telefonimizni qaysi qishloq yutib olgan? Kim bilsa, she'rga kelib javobini aytsa, o'sha telefonni oladi. Mana tayyor. Yorqishloq. Yo'q, Yorqishloq emas. Ko'rishmasa qanday olsam? Yo'q, Qarnon emas. Olmos yutib olgan. Yo'q, Olmos yutib olmagan. Mirzobod. Yo'q, Mirzobod ham yutib olmagan. Birinchi bo'lib. Chust. Yo'q, Chust adashmasam 3-chi bo'lib yutgan. Tayyor. Karkidon. Yo'q. Karkidon emas. O'zi bitta qishlog'i nomi qoldi. G'ova. To'g'ri. G'ova qishlog'i birinchi bo'lib bizning telefonni yutib olgan. Chust Snowflake nomidan va shu Chust Tekstil nomidan shu telefon sizga sovg'a qilamiz. Sog' bo'ling. Xo'p, endi ikkinchi savolimiz. Agar Chust Snowflake Instagram kanalini kuzatib yurgan bo'lsanglar, doim biz Instagram videolarimiz oxirida ismimizni aytamiz. Kishining ismini aytaman. Shu ikkalarimizni ismimizni kim biladi? Kim chiqib javob bersa, chiqib birinchi javob bergan insonga sovg'ani beramiz. Yo'q, siz emas. To'xtang. Kim? Ravshanjon bilan Nuriddinjon. Noto'g'ri. Mana topdingiz. Istanbul. Yo'q. Kim? Ravshanxon bilan Botirxon. Topdilar. Ismim Ravshanbek, bu kishi Botirxon. Chust Snowflake va Chust Tekstil nomidan ushbu telefon sizga sovg'a. Uchinchi savolni Shahbozbek o'zingiz bering. Xo'p, bu yil fabrikamiz necha yoshga kiradi? 20 yoshga. To'g'ri. E'tiboringlar uchun rahmat. Chust Snowflake Instagram kanaliga obuna bo'linglar. Biz yana xudo xolasa kelamiz. Xudo xolasa va'da beramiz, bu safar telefonni 5 ta qilamiz. Kim obuna bo'lgan bo'lsa, savolimiz videolarimizda bo'ladi, savollarga javob. 5 ta telefon olib kelamiz. Bayramni yaxshi o'tkazinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchangizni Chust Tekstil fabrikasiga ishga taklif qilamiz. Hammanglarni kutib qolamiz. Bizda yuqori shart-sharoitlar bor. Transportlar, avtobuslarimiz hamma yo'nalishlarga qo'yilgan. Ish vaqtimiz 8 dan 5 gacha. Issiq ovqatimiz bor, tushlikka beriladigan. Maoshlarimiz esa juda yuqori, 8 milliongacha, 9 milliongacha bemalol oylik Olsangiz bo'ladi. bo'ladi. Barchangizni kutib qolamiz. Murojaat uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.